Turizmdagilarni obzor qilamiz, taniganlaringizni atmetga qilib qo'ying. Ember Aliko. Bu aka hamma bilan yaxshi chiqishadi. U qiz bola bo'ladimi, yosh bola bo'ladimi farqi yo'q. Lekin qizlar ham Aliko bilan lobbida gaplashib o'tirgisi keladi. Bu esa Bella Topnikidagi Zuhi opa. Umuman kibr yo'q. Opaga chiroyli yozsangiz, chiroyli atvet qaytaradi. Ovoziga-ku umuman gap yo'q. Lekin Erangel yoki Lyuk o'ynasanglar, internet qotib qoladi. Bu esa jigarim samo, ma'noli gaplar va motivatorlik bo'lsa kelaverasizlar. Muomalasiga umuman gap qo'yish mumkin emas. PUBG'ga kirsam har doim kim bilandir lobbi o'ynayotgan bo'ladi. Akamiza BMW lider. Bu aka juda iqtidorli. Klan nabor alishga deysizmi? TDM, klassik, editorlik, donat, hattoki Ultimate Royalni ham yorib qo'yadi. Neves Tangel, tanimaganlar bo'lmasa kerak. Bu akamizga ortiqcha ta'rif shart emas. Lobbiga kirganingizda muomalani cho'tka qiladi. Akaning joni sog'mi deyishi yomon yoqadi. Video yoqgan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yingizlar. Sizlar bilan kontinue bo'ldi.